Assalomu alaykum tabiat go'yda kanal kuzatuvchilari. Mana bugun biz Toshkent shahridamiz. Hozir Chorsuv bozoriga keldik. Bu o'yna ko'rib turganlaringiz Ko'kaldosh madrasasi. Juda bir chiroyli. Shunda bozorni aylanamiz. Bugun yağmurli havo, hozir yağmur yog'ib turadi. Hozir to'xtadi. Chorsuv bozor. Bu eski bozorlardan biri Chorsuv. Yeri tub aholi, mahalliy xalq past bozor deb aytishgan ekan. Chunki pastga tushib chiqadi. Bu jalik shu chuqur joyda joylashgani uchun pastga tushib chiqadi ekanlar. Shunday o'ziga yarasha bir tarixi bor. Yo'qlarda Chorsuv mehmonxonasi bo'lardi mashtalarda. Chorsuv eski Jo'va bozori. Endi bu yerda ko'chat bozori bor. Ko'p ko'chatlar sotib ochganman bu yerdan. Milliy bozor bor. Milliy bu kiyimlar, idish tovoqlar sotiladigan bozor bor. Yuramiz hozir. Bu bozor xorijdagi sayyohlar, turistlarni ko'p jalb qiladi chunki eski bozor. Bu yerda endi ovqat bozori bor. Do'chalar bilan yurtlarimiz. Ovqat bozori juda mashhur. O'zbekistonga kelgan, Toshkentga kelgan har bir sayyoh shu Chorsuv bozoriga tushib bir ovqat bozorida bir ovqat yeb ketadi. Şimdi Şimdi milli giyimler, idish tovoqlar sotiladi bu yerda. Yuramiz hozir. Yaman. Yaz bu Chorsuv bozorda indiyskiy siren ko'rib qoldim. Men tuxumundan shunda olamiz buni. Tabiat qo'yinda borganda ekib tashimiz. Ko'ramiz. Lekin zo'r narsa bu, siren. Bu nima deydi buni? O'zimizning nasların yanında yana bu yurtduğunuz Pavloniya, üydəyi Pavloniya şu. Şurada katta tadı gördünüz mi? Bir şunu kattası 1 gektarını, əsəlini, nektarını verədiydi bunu. Gördünüz mi? Tənəsi stolu katta. Bizlərdə kəm güllüydü. Bir də Xorazmda birinci olub mən aparğanmam bunu. 2016 yılda. Hazırda olub getgan, lekin şu kəm güllüydü. Bu gençdə nələrdə gülləb tutdu. Bizəni Xorazm indi qışlaqda kəm güllüydü. Soğuk canlı. Bir anda yine hazır köçet bazarı var Çarşı'da. Yıl 12 ay köçet satıladı bir yerde. Ben milli bazar gördünüz mi? Asortiment shundan katta bular hammasi ko'rib turganlar Rishton chinnilar bular hammasi.
O'zimiz sopol idishlar. Ko'chat bozor. Yurib turganlaringizdan shu xurmolarni shu yerdan olib ketganman men. Ko'rdingizlarmi? Har xil gullar, nelar yil 12 oy bo'ladi. Bu yerning ko'chatini bir yaxshi tuproqda yaxshi saqlaydilar bu yerning ko'chatini. Ko'chatlar. Ko'rdingizlarmi? Ajoyib narsalar bor bu yerda. Güllər. Gördüyünüzlərmi? Köçətlər. Hər xil нәрsə var bir yerdə. Salam aleyküm. Bu nima bu? Lavanda. Lavanda mı? Nə hurmatlı obunaçılar gördüyünüzlərmi? Qıdırğanamız yana mən şuncha yillarmi ekaman bunu tuxumunu. Hozir Toshkentda gördüm bunu yana. Neç mildan ekan bu? 5 mingdan. 5 mingdan. Endi bu optim yo'qsa-chi. Ko'p. 4 ming, ha? Unda arzon bo'lmaydi, ha? Gördüyünüzlərmi? Bu yerga buni eksangizda bormi? 1 litr yog'i bundan chiqqan 1 litr yog' 50-60 ming dollar turadi. Kosmetikada ishlatiladi bu narsa. Xudo xolasa olib ketamiz buni. Rost ajoyib tabiat qo'yni ekamiz buni. Zaytun bormi sizlarda? Zaytun daraxti yo'q, ha? Bu rozmarin, ha? Bu olib ketdim, Xorazmda qishda qurib qoldi bu. O'zi qishda bo'ladimi? Ichkariga olib kirib qo'yasiz. Ha, bu daraxt bo'ladimi yo'q, butam, nima bu? Buta bo'ladi. Bu buta? Necha pul? Azaliya 5. Necha pulga azaliya? 5. Xo'p. Kaprizni gul to'kadi. Bu yanda yana bu nilufar gulning kichkinasi bor ekan, Eyxorniya. Bu bizlardan boradi bu hovuzlarda. Juda chiroyli bo'lib ochadi. Necha so'm bu? Qancha pul? 40 ming. 40 ming, ha? Yine azımından 10 dana alayatılma xudo xolasa 4 ming so'mdan endi geliştik bunu xudo xolasa. Tabiat qo'yini ekib ko'ramiz. Tuxumundan doğrusu ko'kartirib berdim bunu. Yaxshi tutadigandan beringda. Onu YouTube'da xudo xolasa tabiat qo'yinida deb kirsangiz bizni kanalda ko'rasizmi? Xorazmga ekkanimni. Nasib qilsa. Xudo xolasa. Yine bunda hurmatli obunachilar, mushkambar degan gul bor ekan. Bu necha yil, ko'p yillikmi bu? Ko'p yil, qanday bu? Xidi mushkambarga o'xshaydimi? Ko'rdingizlarmi? O'g'liga ekasi ochilgandan keyin shunday darvozdan kirib inspiratsiyani chiqaradi o'zida. Ha, o'zi yaxshi chiqaradi, ha? Necha pul bu? 10 mingdan. Donasi 10 mingdan ekan, qarang. Chorsu bozoriga kelsangiz zo'r narsani topasizlar aka. Bu yerda ko'p narsalar bor. Mayli, sog' bo'ling. Miyata? Ha, bularmi? Miyata, birinchisi miyata. Bu miyata, ha? Birinchisi miyata, ikkinchisi globus pasta. Mana bu nima bu? Rayhon oshiradi. Ha, bu rayhonmi o'xshagan? Pasta globuslar bor. Ha, bular globus o'sha nimami? Nima edi bu? Xrizantemami? Globus, ha? Mana globus. Globus, ha? Necha pul bu? Dumaloq bo'lyapti. Ha, ko'rganman. 200 yarim dona. Donasi necha pulmi? Donasi 5 ming. Ularni bir ko'rib o'tsak bo'ladimi? Toshtirib. Bular nima bu? Tanishtirib, men bilmayman. Ansariya. Anzariya? Azaliya. Ha, azaliya. Necha pul bular? 400 ming. Bizdan bu. Bular ham azaliyami? 500. 500 ming. Bu nima bu bunisi? Sekas. Nima? Sekas. Palması. Mana. Chorsu bozorida shu yil 12 oy bor berdi.
Güllerini gördünüz ama. Şimdi köp, her xil türleri var güllerin. Dur ben hem. Bu da mandarin mi bu? Mandarin. Neç pul ekan? 300 ming ha? Yine mandarin pişt 4 tane gördünüz de 300 ming so'mdan. Ya hazır Şuşa meşhur avukat bazarına baramız Xudo xolasa. Toshkentga kelganda bir marta borib ko'rishi arziydigan joylardan bular. Yağmurdan keyin zo'r bo'lgan ob-havo. Ajoyib bir salqin. Yine geldik avukat bazarına. Bu tütüllerini gördüğünüz zaman hem bir de şaşlık kebapla pişip yattı. Şunun için bu tumanın bot tuttu bir. Gastronomik turizm dedi. Çünkü biz hani O'zbekistonda shunday ajoyib joylar bor. Chetdan xorijdan kelgan turistlar burası mazza qilib ovqatlanadilar. Çünkü bizning ovqatlarimiz shirin doğrusu. Mazalı. Ya tumanını gördüysem tumanını. O'sha çarşı avukat bazarına. Hamma narsa pishadi bu yerda. Chorsuning endi xonimlari internetda shov-shuv bo'lgan. Ko'rdingizmi? Juda ko'p turistlar bor bu yerda hozir. Mana turistlarna. Ular ham hayratda. Bundan ham bo'lamiganda. Hasab, qazi, qatra, qorin, tuyoq, kalla, pocha hammasidan bor ishqilib. Xonimlar nech pul ekanmi? 10 ming. Xonimlar 10 ming so'm. Yine meşhur xonimchilarni. Burası ajoyib bozor. Yine bu çarşı bozorundan aylandık hazır endi. Gerek meydachudan aldık. En muhimi lavanda aldım, lavanda. Köp yıldan beri yine bir gökətdirəm yürüdüm buna. Xudo xolasa yine barıb bir nələb köpəytirəmiz. Çünkü bu köp yıllık ne? Bu lavanda da kəsmiyyətkədə cüdə kətdə fayda görələr, faydalanır. Çünkü yağı 1 litre yağı şu illik 60 min dollar turadı. Hadi görəmiz bizlərə. Bizlərə şu çıraylı bu güllət dursa oldu, tamam şərt eməz. Şimdi yağ alışlarıyla asan emas. Gektarından, 1 gektarından çıkan maşinler. Xullas. Kanalını güzəltib barasılar. Fikirlərinizi əlbəttə kommentariyada yazın. Fikirləriniz hər daim gibi bizə üçün mühüm. Keyingi videolarda görüşüncə sağ, aman bolasılar.
Endi xudo xolasa bu Toshkentga safarimiz ham qaridi. Bugun yo'lga chiqamiz. Nasib qilsa keyin tabiat qo'ynidan videolarimizni boshlaymiz. Hozirda juda ko'p obunachilarimiz yozib turibdi kommentariyada. Bu tabiat qo'yini qachon kelasizda? Buni xudo xolasa boratirimiz nasib qilsa. Yani Toshkent non shahrining nonidan ham yedik. Endi shu o'zimizni qadrdon shu To'qayzorimizga boramiz endi, xudo xolasa. Sağ bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.